Yoshartiruvchi suv haqida eshitganmisiz? Bizni sanatoriyamizda tabiiy yo'l bilan chiqadigan sulfidli vannalar, ya'ni xalq tili bilan aytganda servodorodli vannalarda yana bir eng muhim xususiyatlardan biri bu yoshartiruvchi ega xususiyatga ekanligi. Ya'ni inson organizmidagi eng kerakli oqsillardan biri kollagen, ya'ni terini tortilishlari, tirnoqlarni bujmayishlari, mushaklar hattoki suyaklarni yosharishini sababi bu kollagen hisoblanadi va servodorod o'zini tarkibida kollagen ishlab chiqarilishini oshirishga ega bo'lgan eng kerakli suv hisoblanadi. Buni isboti tariqasida bizga ko'p yillardan beri keladigan dam oluvchilarimiz va bemorlarimizda sinab ko'rganmiz. 10 kun davomida muntazam suvga tushgan insonlar yuzlarida ancha tortilish, yosharish ko'rinishlari, belgilari bilan xursand bo'lib uylariga ketishadi. Agar siz bizning gaplarga ishonmay turgan bo'lsangiz, o'zingiz kelib sinab ko'rishingiz mumkin va albatta kelishdan oldin pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni bron qilib kelishingiz kerak.